Assalomu alaykum hammaga. Mana shunaqa uylarga kim havas qiladi? Qanday chiroyli qurilgan ekan mana. Yashil zonasi ham bor ekan. Tepasi mana bunaqa uylari ham bor ekan. Necha pul turar ekan bu uylar, ha? Polshani Varshava shahridamiz. Mana shunaqa chiroyli joyga kelib qoldim. Zakaz olib keldim mana. Istalik uchun videoga olib qo'yapman-da. Varshava ko'rinib turibdi mana sentr. Uylarga necha baho beramiz? Niyat qilganlar kommentariyada yozib ketsin. Necha pulga arziydi mana shu uylar? Odamning orzusidagi uylar ekanda bular. Menimcha hamma havas qiladi bunaqa uyda yashashni. Mana ketganiga oxirigacha shunaqa ekan. Mana parkovkalari ham bor ekan yonida mana. Qiziqqanlar bo'lsa like bossinlar mana shunday. Ketgan oxirigacha shunday mana. Mana Xitoyda bitta. Pasti, tepasi ham uy ekan. Kichkinagina o'zi mana. Lekin hamma sharoiti bor ekan, mana garaji ham bor ekan yonida.